Alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizda Toshkent Kazan Navreji Chili Nijikamiz yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftasiga 2 kun seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan Primoy amalga oshirilmoqda. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijinogurt yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha reyslarimiz amalga oshiriladi. Agar sizga ham xuddi shunday ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz bizga murojaat qiling. Tanlovda adashmang. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuryer, zaryadchik moslamalari, qish yoz ishlaydigan konditsionerlar, Wi-Fi. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham joylaringizni bron qildirsangiz bo'ladi. Savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Avtobusimizda hech qanday xavf-xatarsiz 51 ta o'rindiqdan iborat, hech qanday ortiqcha odamlarsiz manzilingizga yetib olasiz. Tanlovda adashmang, hoziroq bizga murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.